Assalomu alaykum hammaga. Birinchi navbatda rahmat aytmoqchiman forum tashkilotchilariga. O'ylaymanki, har yil shunaqa forum bo'lsa zo'r bo'lardi. Chunki har yil muammolar ko'p, bir xil muammolar bir necha yildan beri qolib ketgan davlat xaridlarida. Shularni yechimini birga topardik va rivojlanishni ko'rish uchun shunaqa forum iltimos qilib qolardim. Har yil o'sha bo'lgan yaxshi deb o'ylayman. Hozir ozgina jahon tajribasini sizlarga ko'rsataman. Va bizni uyushmamizning a'zolari bor. Ikkita korxona, IT korxona, bular shu davlat xaridlari tizimida korrupsiyaga qarshi kurashish, monitoring qilish va boshqa iskustveniy intellekt bilan bog'liq, sun'iy intellekt bilan bog'liq bo'lgan instrumentlar, toolslarni ko'rsatadi. O'ylayman, sizlarga bu prezentatsiya yoqadi. Spend Network ma'lumotiga ko'ra, davlat xaridlari umuman dunyoda taxminan 13 trillion, undan где-то, значит, 70%ni 10 ta davlat qiladi. Uning ichida eng kattalari bu Xitoy bilan Amerika va davlat xaridlarida shunaqa tushuncha bor, buzilgan pullar, испорченные деньги. Korrupsiya bo'lgan, o'g'irlangan, noto'g'ri narsa olgan, kerak emas narsa olgan, vaqtida olmagan va hokazo. Va statistikaga ko'ra, mana masalan 10-25% shu xaridlardan испорченный hisoblanadi, buzilgan pullar hisoblanadi. Agar shu pullarni biz tejaganimizda butun dunyoda ocharchilik masalasini, muammosini yechgan bo'lardik. Birinchi o'rin bu Xitoy, taxminan 4 trillion dollarga zakupka qiladi bular. Bitta Guangdong provinsiyasining o'zida 285 mingta yetkazib beruvchi ro'yxatdan o'tgan. Har bitta provinsiyaning o'zini davlat xaridlari sistemasi bor. Biz bevosita shu davlatlarga borib tizimlarni o'rganib chiqamiz. Ozgina korrupsiya haqida ham gapirib o'taman. Sxemalari, yo'llari deyarli hamma yoqda bir xil. Chunki jahon tajribasi katta. Ob'yemlar bo'yicha aytadigan bo'lsak, mana taxminan 10 ta davlat o'sha 70% dunyoviy hajmi, xaridlar hajmini o'z ichiga oladi. O'zbekistonniki taxminan shu Minfin ma'lumot bergan bo'yicha 20 milliard plus yana donorlarni qo'shganda menimcha 40 milliardga borib qoladi. Endi rivojlanayotgan davlatlar davlat xaridlariga ko'proq pul ishlatadi. Nimaga? Chunki infrastrukturani rivojlantirish kerak va hokazo. O'rtacha VVPdan taxminan 15-25% gacha rasxodni o'z ichiga olgan. Korrupsiya masalasida vaqtimiz kamligi tez-tez o'tib ketaman. Asosiy turlarni ko'plab bilsa kerak soha mutaxassislari. Bu o'sha korrupsiya, lobbizm, keyin uni bestavarni operatsiyalar ham bo'ladi bir xillarida. Особенно bu narsa ko'p uchraydi. Mana расходный materiallarda, oziq-ovqatda yoki ishlatilib ketadigan narsada, chunki buni buxgalteriyadan keyin spesat qilish osonroq. Yana ko'pincha shunaqa situatsiya bo'lishi mumkin. Biz tajribadan kelib chiqqan holda, uni mol olgan, yarmini olmagan, yarmini qabul qilgan. Masalan, 10 tonna piyoz zakaz qildi, 5 tonnani piyoz bilan oldi, 5 tonnani pul bilan oldi. Bunaqa situatsiyalar ham bor. Fiktivniy tovar, o'sha aytganimdek, ko'pincha uchrayotdi tenderlarda. Mana dunyoda yo'q tovarlarni talab qilishadi. Bizga, men nimaga bu narsani bilaman, chunki bizga yetkazib beruvchilar murojaat qiladi. Mana bunaqa problema bor, mana bunaqa bo'lyapti, mana generator so'rayapti, dunyoda unaqa generator yo'q, lekin bu shunaqa parametr qo'ygan va hokazo. Keyin ko'pincha yana shunaqa bo'ladi. Mana bitta tashkilot 20 marta 500 milliondan tovar olgan, 20 martasida ham bitta tashkilot yutib olgan. Mana nikoh tenderlar, bular bir-biriga uylanib olgan. Yana ko'rishimiz mumkin. Biz Qozog'istonning tajribasini ko'rdik, ular shunaqa tizim bor. Bitta tashkilotning rahbari boshqa tashkilotga o'tsa, orqasidan uni korxonalar ham boradi. Shu bilan uni sletni ko'rsa bo'ladi, shu A'dan B'ga o'tgan, o'sha bu korxonada endi boshqa tashkilotlar yutib ketyapti. Bunaqa ham tez-tez bo'lib turadi.
tender komissiya, endi bu hozir kamroq bunaqa situatsiya, lekin bo'ladi. Ikkita guvohnoma turibdi, bittasiga 10 ball, bittasiga 2 ball. Nimagaligini bilmayman. Va boshqa tenderlarda kriteriyalar bor. Shu talablar hozir buyurtmachi qolgan narsasini yozib tashlaydi, avtorizatsiya, doverенность so'raydi, 80 yil garantiya so'raydi. Bir marta bitta tenderda qatnashmoqchi edik. $60,000 bunga biz uni obrazец berishimiz kerak ekan. Bu o'sha neft gazi sohasi edi, o'zini qozonida qaynatib ko'rar ekanda, o'xshasa qabul qilar ekan, o'xshamasa biz $60,000 ga ko'p ketar ekanmiz. Mana shunaqa talablar bor. Shuni endi iltimos qilardik shablonni. Qozog'istonda nimadir sotib olmoqchimisan, masalan, monitor shabloni bor. Mana shu shablon bo'yicha tender e'lon qilasan deydi. Ramishni har bitta sohada. Biz bitta dokument chiqarib hamma sohaga to'g'ri keladigan narsani ishlab chiqara olmaymiz. Shuni ham yo'lga qo'yishimiz kerak, chunki umuman nerealniy talablar bor ko'pincha. Yo'qolgan mijoz kimdir balki yetkazib beruvchilar bo'lsa, mana tenderni operator nomerini topa olmaysiz. Mana javobgar shaxs. Unga xat yozsangiz ham, telefon qilsangiz ham yo'q. Chunki men tenderda qatnashsam savol tug'iladi. 100% qanaqadir savol bor. Shu savol bergani odam yo'q. Shunaqa problema bor. Endi korrupsiyani minuslari haqida ko'p gapirib o'tirmayman, chunki leksiya bo'lib ketmasin. Tizimlar haqida ozgina gapiraman. Zo'r tizimlar bor. Ukrainada Prozorro, Korea Equipment System Koreyada bular dunyo bo'yicha eng prozrachli, eng adolatli, eng передовой tizimlardan. Braziliyada Elis bor, Yevropa ham ishlatadi. Biz ham meni taklifim biz ham shunga o'xshagan, masalan, buni proyektni nazar emir degan tizim ochsak, chunki 1,7 million ta shartnoma bo'lgan o'tgan yil. U 1,7 million tani hech kim tekshira olmaydi. Antikor ham, prokuratura ham qo'l yetmaydi chunki. Sen u 1,7 million tani tekshirguningcha bu yerda yana 1,7 million ta keladi. Buni faqat sistema qila oladi. O'sha искусственный intellekt, programmalar va jamoat buni общественный контроль. Jamoat nazarda. Shunga bizni mana ishni o'sha taklifim shunaqa biz ham tizim yarataylik. Bu o'sha davlat tizimi bo'lishi kerak. Ochiq bu jurnalistga ham yaxshi materiallar bo'ladi va o'sha tekshiruvchi organlarga ham podskazka bo'ladi. Qaysi lotlarda korrupsiya riski baland. O'sha red flag deyiladi bu tizimlarda. Tizim o'zi aniqlaydi. To'g'rimi? Lotdan cho'tinni tomashini borib tekshirgani arziydi. Shunda tekshirish KPDsi ham ancha oshadi. Boya cooperation chiqish qilishdi zo'r. Bizning respublikada hozir mahalliy ishlab chiqaruvchi bo'lsang, zo'r podдержка bor. Har taraflama ko'p juda постановлениялар va qonunlar. Lekin biz unutib qo'ydik IT korxonalarni va xizmat ko'rsatish sohasini. Hozirgi kunda butun mana shu nechta tadbirkor o'tirgan bo'lsa, buxgalterskiy programma ishlatadi. Nomini aytmayman, lekin u bizning programma emas, u zarubejniy programma. AGMK, MGMK, temir yo'l kattalarni 99% produkti IT programmalari importning. O'zingizlar bilasizlar, nomini aytib o'tirmayman. Shuni biz mahalliyga importozameshение qilishimiz kerak. Nimaga? Chunki mana Rossiyada, Xitoyda tizimi bor, Made in China 2025. Davlat tashkiloti umuman importni PO ishlatishga haqli emas. Zapret. O'zimiznikini qilgin deydi. Biz, например, menga kelyapti IT korxonalar, katta korxonalar, Ближний Vostokda ishlayapti, Germaniyada ishlayapti. Aytibdi, aka, mana men, например, men katta zavodga qo'yib bera olmayman. SAP sistema shunga o'xshagan ERP sistemalarni qo'yib bera olmayman. Lekin bular uni million dollarga ulardan sotib oladi. Shuni men yarim puliga qilib beraman. Menga ob'yom bersin, ob'yom bermaydi. Chunki bular o'rgangan. Bizda aytishniklar qilib bera olmaydi deb o'ylaydim, bilmayman. Rossiyada ham xuddi shunaqa bor. Ularning reyestri bor, отечественный PO'lar. Shularni ishlatishing должен, davlat tashkiloti bo'lsa, shuni ishlatishing kerak. Biznikilar juda katta pulni o'sha importniy PO'ga ishlatib yoradi. Qozog'istonda ham shunaqa sistema bor, importozameshение o'zimiznikiga berdilar. Biz Xitoyga bordik, Xitoyda masalan YouTube, Google, Telegram, WhatsApp ishlamaydi. Ko'plar
norozi bo'ladi bundan, shu bular zakrit staran. Yo'q, bu zo'r-ku. Bularning o'zini TikTok'i bor, o'zini YouTube'i bor, o'zini Baidu programmasi bor. Ularning IT korxonalari boy, tajriba orttiradi, korxonalar kattalashadi. Bizga shu narsa kerak. Hozir bizda IT ishchilar bu yerda ish qila olmayapti. Programma bor, prezidentskiy o'sha 1 millionta nima IT mutaxassis o'stirish degan. Hozir ko'rsataman. Ular, значит, mana 19-yildan 24-yilgacha 3 millionta IT ishchilik o'qitdik. Ular ob'yom qatdan olsin ishlagani. Bular qatdan bularga ish yo'q bu yerda. Pastanda startap qilib qanaqadir yangi yaratish u qiyin narsa. 100% startapdan 5% ishlaydi. Qolgani bankrot bo'ladi 5 yil ichida. Shunga bularga biz ob'yom berishimiz uchun biz ham shunaqa tizimni, shunaqa qonunchilikni qabul qilishimiz kerak. Importa zamещение ПВО. Nimaga ular o'sha qanaqadir boshqa davlatlarning programmasini ishlatadi? Bizni bolalar qilib bera olmaydi deb o'ylaysizlarmi? Nimada problema tushunmayman. Juda qilib bera oladi. Bizni hozir eng kuchli IT ishchilarimiz chet elga ishlab beryapti. Qatarga, Ближний Востокка. Nimaga ob'yom yo'q bizda? Bizga ob'yom kerak, ob'yom beringlar. Ob'yom berish uchun boya aytilgan gap, API ochilish kerak. Qanaqadir qonunchilik bo'lish kerak. O'sha eng katta NGMKmi nechta programma ishlatadi shu? Ko'p programma ishlatadi. Necha pul ishlatgan oxirgi 3 yilda shu normalniy ko'p million dollar. Shuni importa zamещение qilib mahalliy ishlab chiqaruvchilarning ichidan IT mahsulotni nazarda tutaman. Tender uyushtirsa zo'r bo'ladi deb o'ylayman. Bu katta problema. Chunki biz ishlab chiqaruvchilarni zo'r podдержка qildik, lekin VVPning 40% dan kattasi ko'proq davlati bu usluga xizmat ko'rsatish. Ikkinchi masalani ko'rsatmoqchi edim. Bu IT bo'yicha. Professionalniy uslugi deydi. Audit, consulting, otsyenka, brokerlik. Hozir mana privatizatsiya bo'lyapti, katta davlat tashkilotlari sotiladi. O'tda ham yozgan, mana международный broker bo'lish uchun. Brokerlarga beringlar ob'yom. Bizni broker nima qilsin? U qachon katta bo'ladi? U qachon tajriba orttiradi? Auditga ham shu gap. Katta tashkilotlar AGMK, NGMK temir yo'l tender e'lon qilsa, международный auditor bo'lsin deydi. Международный auditor kim? 4 ta Big Four. Hamma ob'yomni shular olib ketyapti. Men analiz qilib chiqdim. Pul chiqib ketyapti. Bizda auditorlar qachon katta bo'ladi? Bular qachon boyiydi? Qachon bularga ob'yom berasizlar? Например, Rossiyada, Xitoyda unaqa talab yo'q. Mana tender, пожалуйста, mana bechara TTT audit международный sitni yo'llik uchun tenderdan chiqarilib ketgan. Bu ish neft gazi bitta nechidir milliard so'mlik auditlar. Buni ham biz qabul qilishimiz kerak. Chunki yana bir marta aytaman, VVPning 40% usluga. Hozir uslugani chetga qilib yuboramiz. Bu korxonalar o'zbek bo'lgani bilan buni orqasida baribir zarubejlik turibdi. Birinchidan o'zbeklar yarim puliga qilib beradi. Mutaxassislar, spetsialistlar, biz yaxshi auditorlarimiz shu korxonaga ishga kirib olgan, o'sha yerda ishlaydi. Buni ham biz o'zgartirishimiz kerak. Mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qanaqa qo'llayotgan bo'lsa, uslugalarni ham shunaqa qo'llashimiz kerak. Unaqa talab qo'ymasin. Agar qanaqadir vaziyatga bog'liq bo'lsa, masalan, IPO qilmoqchi, tam chet el birjasida shunaqa talab bor, международный auditda bo'lish keraksa, unda boshqa gap. No, bular o'rganib olgan shu 3 ta 4 ta Big Four, yana bitta korxonalar, shular faqat ob'yomni oladi. Forenzik ham xuddi shu gap. Biz ko'ramiz, bizda mana поставщикlarimiz bor qilib beradigan, faqat международный anaqalar, talablar qo'yilgan. Shunga shuni so'rab qolardim, xizmat ko'rsatishga ko'proq urg'u beraylik. Va tavsiyalar, bu korrupsiyaga qarshi kurashish, shaffoflikni ko'tarish uchun hozir eng katta tema dunyoda bu искусственный intellekt. Hamma shuni ustida ishlayapti. Biz ham joriy etishimiz kerak. Bizda bolalar bor, hozir ko'rsatamiz. Mana Germaniyadan odam kelgan va o'zimizning PO'larimizni narabotkalar, birinchi qadamlari shu sohada, tenderlar sohasida gap ketyapti. Общественный kontrol, jamoatchilik nazorati, iltimos, shu qonun ham ancha bo'lib ketdi o'zgarmaganiga, по-моему 5 yil обобщественный kontrolni kuchaytiraylik, ko'proq полномочия berilsin Antikorga, Minfinga, boshqalarga va jamoatchilikka ham. Xaridlar ijrosi ustidan nazorat kuchaytirishimiz kerak. Biz ko'rmayapmiz, bu tender yutilgan protokolda biz aytamiz va 10 milliard ketdi. U postavka bo'ldimi, bo'lmadimi bilmaymiz. Shu nazorat past bizda ham. Va mana shu xalqaro tajribani almashtirishni biz davom etishimiz kerak. Dunyoda eng передовой sistemalardan o'rnak olib, o'zimizga joriy qilsak, shu to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman.